G'azoliklar asta-sekin vayron bo'lgan uylarga qaytmoqda. Yadroviy qurollar poygasi boshlandi. Rossiya ham o'zining eng kuchli yangi qurolini ishlab chiqdi. Kim afg'on xalqining jasoratini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, buni SSSR, AQSh va NATOdan so'rasin. Tolibon Pokistonga jiddiy tahdid qildi. Jizzaxda atom elektr stansiyasi qurilishi boshlandi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, продление, NN, uydamleniya, трудовой договор, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shimoliy Koreya qit'alararo yangi ballistik raketani namoyish qildi. Koreya Markaziy axborot agentligi xabariga ko'ra, Shimoliy Koreya Mehnat partiyasi tashkil etilganining 80 yilligiga bag'ishlangan paradda qit'alararo yangi ballistik raketa Hwason 20 ni namoyish qildi. Sentyabr oyida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mamlakatda maxfiy qurol yaratilganini ma'lum qilgandi. Shundan so'ng Janubiy Koreyalik ekspertlar Shimoliy Koreyaning maxfiy quroli Hwason 20 yoki uning modifikatsiyasi, shuningdek bir nechta jangovar kalliklarga ega qit'alararo ballistik raketalar, gipertovushli raketalar va yadroviy suvosti kemalari bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Mutaxassislar bu qurollar 10 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan harbiy paradda namoyish etilishini kutishgandi. Parad davomida Hwason 20 o'rta masofaga uchuvchi gipertovushli ballistik raketalardan so'ng ommaga namoyish etildi, deb ta'kidladi Koreya Markaziy axborot agentligi. Bundan tashqari marosimda yangi avlod hujum qurollari tizimlari va boshqa turdagi qurollar ham namoyish etildi. Tinchlik shamoli. G'azoliklar asta-sekin vayron bo'lgan uylarga qaytmoqda. 10 oktyabr kuni Isroil va Hamas o'rtasida sulh kuchga kirgach, minglab boshpanasiz qolgan falastinliklar G'azoning xarobaga aylangan yerlardan o'zlarining vayron bo'lgan uylariga qaytishmoqda. Bu vaqtda Isroil askarlari urushni tugatishga qaratilgan bitimning birinchi bosqichi doirasida orqaga chekina boshladi. Ulkan odamlar oqimi qirg'oq yo'li bo'ylab piyoda holda shimolga, anklavning eng yirik shahri G'azo shahri sari yo'l oldi. Bu shahar atigi bir necha kun avval eng yirik hujumlar doirasida Isroil tomonidan bombardimon qilingan edi. Xudoga shukr, mening uyim hanuz tik turibdi. Lekin joy butkul vayron, qo'shnilarimning uylari vayron. Butun mahallalar yo'q bo'lib ketgan, dedi Shayx Razvon mahallasida yashovchi 40 yoshli Ismoil Zayda Reuters bilan suhbatda. Janubda esa odamlar yil boshida Isroil armiyasi tomonidan yer bilan yakson qilingan ikkinchi yirik shahar Xon Yunusning vayronalari orasidan o'tishardi. Ularning aksari jim va horg'in edi, deydi guvohlar. 40 yoshli Mahdi Saqla oilasi bilan birga G'azo shahriga qaytishga qaror qilganini aytdi. Albatta, endi uylar yo'q. Ularning hammasi vayron bo'lgan. Ammo biz o'sha vayronalar ustida bo'lsa ham o'z joyimizga qaytayotganimizdan xursandmiz. Bu ham katta quvonch. 2 yildirki biz sarson sargardonlikda yashayapmiz, dedi u. Shunga qaramay Isroil armiyasi matbuot kotibi brigada generali Efi Defrin G'azo aholisiga Isroil harbiy nazoratidagi hududlarga kirmaslikni so'rab murojaat qildi. Bitimga rioya qiling va xavfsizligingizni ta'minlang, dedi u juma kuni. AQSh prezidenti Donald Trump yakshanba kuni Yaqin Sharqqa kelib, o'z tinchlik rejasi asosida Isroil va Hamas o'rtasida erishilgan kelishuvlarning bajarilishini shaxsan kuzatishi xabar qilingan. Yadroviy qurollar poygasi boshlandi. Rossiya ham o'zining eng kuchli yangi qurolini ishlab chiqdi. Dunyoda yadroviy qurollanish poygasi allaqachon boshlangan, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. O'ylaymanki, ochig'ini aytsam, aslida ma'lum bir poyga ketmoqda, dedi Putin 10 oktyabr. Juma kuni Tojikistonga tashrifi yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya tez orada yangi qurolga ega bo'lganini e'lon qilishi mumkin. O'ylaymanki, biz tez orada bir paytlar e'lon qilgan yangi qurol haqida xabar berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. U ishlab chiqilmoqda. Biz uni sinovdan o'tkazmoqdamiz. Ular muvaffaqiyatli davom etmoqda, dedi Putin. Putinning so'zlariga ko'ra, agar Qo'shma Shtatlar strategik hujumkor qurollarni qisqartirish bo'yicha shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, bu Rossiya uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmaydi. Rossiya prezidentining ta'kidlashicha,
Hozirda Rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi salohiyati dunyoda eng yuqori darajada. Sentyabr oxirida Vladimir Putin Rossiya Xavfsizlik kengashi yig'ilishida Washington ham shunday qilsa, Rossiya shartnoma qoidalariga yana 1 yil amal qilishga tayyorligini aytdi. Putin shuningdek kelishuv muddati tugashi bilan yadroviy raketa imkoniyatlarini to'g'ridan-to'g'ri cheklovchi so'nggi xalqaro shartnoma yo'qolishini ta'kidladi. Keyinroq AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda jurnalistlar bilan uchrashuvda Putinning taklifini yaxshi fikr deb atadi. Tramp bu haqda batafsil ma'lumot berishdan yoki boshqa biror narsa aytishdan bosh tortdi. Kim afg'on xalqining jasoratini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, buni SSSR, AQSh va NATOdan so'rasin. Tolibon Pokistonga jiddiy tahdid qildi. Pokiston Afg'onistonga nisbatan tajovuz qilsa, buning oqibati og'ir bo'ladi. Bu haqda Tolibon muvaqqat hukumati a'zosi, Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy Hindistonga rasmiy tashrif chog'ida so'z ochdi. U Pokiston tomonidan amalga oshirilgan so'nggi hujumlarni qabul qilib bo'lmas holat deb atagan va Islomoboddan muloqot yo'lini tanlashni so'ragan. Muttaqiyning aytishicha, chegaradagi olis hududlarda hujum sodir etilgan. U bu harakatni Pokiston tomonidan noto'g'ri qadam deb baholab, muammolarni bunday yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini ta'kidlagan. Vazirning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston tomoni muloqot uchun eshikni ochiq qoldirgan. Pokiston esa o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerak. Afg'oniston 40 yillik urushlardan so'ng tinchlik va taraqqiyotga erishdi. Hech kim bunga qarshi bo'lmasligi kerak. Biz mustaqil millatmiz. Agar bizda tinchlik bo'lsa, bu boshqalarga nega tashvish beradi, degan Tolibon vakili. U shuningdek qobil qo'shni davlatlar bilan konstruktiv munosabatlarni yo'lga qo'yishga intilayotganini, biroq bu faqat o'zaro hurmat va tenglik asosida mumkinligini ta'kidlagan. Biz Hindiston va Pokiston bilan eng yaxshi munosabatlarni istaymiz, lekin bu bir tomonlama bo'la olmaydi. Afg'on xalqining jasoratini sinab ko'rish kerak emas. Kim bunga urinishni istasa, SSSRdan, AQShdan va NATOdan so'rasin. Ular Afg'oniston bilan o'yin o'ynashning oqibati qanday bo'lishini yaxshi biladi, degan Muttaqiy. 10 oktyabr kuni Pokiston havo kuchlari Afg'oniston poytaxti Qobul shahrining bir qator hududlariga havo zarbalarini yo'llagan. Pokiston bu harakatlar jangarilarga qarshi kurash doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Pokiston xavfsizlik rasmiylarining ma'lumotiga ko'ra, juma kuni Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan Tirax hududida islomiy jangarilar bilan to'qnashuvda Pokiston armiyasining 11 nafar askari halok bo'lgan. Jizzaxda atom elektr stansiyasi qurilishi boshlandi. Jizzax viloyatining Forish tumanida kichik quvvatli atom elektr stansiyasi reaktori binosi uchun poydevor kotlavanni qazish ishlari boshlandi. Tadbirga bag'ishlangan tantanali marosim 9 oktyabr kuni Tojikistonning Dushanbe shahrida Markaziy Osiyo Rossiya sammiti doirasida o'tkazildi. Unda O'zatom direktori Azim Ahmadxo'jayev va Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov ramziy tugmani bosib, ikkala loyihaga start berdi. O'zatom xabarga ko'ra, AIS reaktorini joylashtirish uchun 2026-yil mart oyida birinchi betonni qo'yish ko'zda tutilgan. Avval xabar berilganidek, subpudratchi sifatida Inter Engineering tanlangan. Rosatomning ma'lum qilishicha, kotlavan qazishda qariyb 1,5 million kub metr tuproq ishlari bajariladi. Kotlavanning chuqurligi 13 metr bo'ladi. Ishlar O'zbekistondagi subpudratchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Rosatom xizmat muddati minimum 60 yil bo'lgan stansiyani quradi va uni ekspluatatsiya qilishda barcha zaruriy ko'makni ko'rsatadi. Bizni uzoq 10 yilliklar davom etadigan sermahsul va o'zaro manfaatli hamkorlik kutmoqda, dedi Rosatom direktori Aleksey Lixachov.